Pythonda grafikani o'rganishni davom etamiz. Demak, bugungi darsimiz ikkinchi darsimiz hisoblanadi, ya'ni matbuot kutubxonasidagi ba'zi bir funksiyalarga to'xtalib o'tamiz. Matbuot, ya'ni x, y funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiya nima qiladi? Ya'ni sizda x va y o'qidagi, demak, asosiy chizmangizni chizish bilan shug'ullanadi. Bu yerda misollar orqali ko'rsatganman. Demak, birinchi misolimizda biz oddiygina aytaylik x va y ga hech qanaqa qiymat bermasdan turib, demak, grafikani hosil qilganmiz. Ikkinchi aytaylik misolimizni oladigan bo'lsak, endi biz x va y ga parametrlarni uzatamiz. X va y ga parametrlar uzatganimizda shuni ko'rishimiz kerakki, chizmamizning ko'rinishi o'zgardi. Siz qachonki bu yerda x va y deganda shuni tushuningki, x ning qiymatiga mos y ning qiymatlarini berasiz va shunga ko'ra sizga nima qilib beradi? Chizmani hosil qilib beradi. Va uchinchi misolimiz, ya'ni bu yerda biz uchinchi misolimizda aniq bir natijaga erishish uchun sinus funksiyasini olganmiz va sinus funksiyasiga demak uning grafik, ya'ni -pi va 2pi oralig'idagi grafikini chizish bilan shug'ullandik. Ya'ni bu yerda biz aytaylik birinchi dastlab kodni tahlil qiladigan bo'lsak, import matbuot kutubxonasini import qilganmiz va undan so'ng NumPy kutubxonasidan foydalanganmiz. NumPy nima uchun kerak? NumPy bizda bilamizki, vektorlar bilan ishlash yoki o'sha to'plamlar bilan ishlash uchun NumPy kutubxonasidan foydalanamiz va biz bu yerda nima qildik? Bu yerga sinusga x mos, ya'ni x parametrlarni berib olganimizda o'sha sinusning grafikini -pi 2pi oralig'idagi grafikini chizib hosil qildi. Xo'p, ikkinchi aytaylik bizda funksiyamizga o'tadigan bo'lsak, bu funksiyamiz scatter funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiyamiz plot funksiyamizga o'xshash hisoblanadi va ya'ni aynan ikkalasi teng desak ham bo'ladi. Faqatgina bitta farqini tushuntirishimiz kerak, ya'ni plot funksiyamizda demak grafikni aytaylik berilgan nuqtalar bo'yicha chizmaydigan bo'lsa, scatter funksiyamiz, ya'ni berilgan nuqtalar oralig'ida bo'lgan narsani, ya'ni nuqtalar orqali chizganligi uchun unda chizmamiz boshqacharoq chiqqan. Buni demak birinchi misolimizda oddiy demak nuqtalar hosil bo'lgan bo'lsa, ya'ni hech qanaqa parametr bermaganmizda, ikkinchi misolimizda biz demak scatter funksiyasiga x va y parametrlarni berganimizda, demak nuqtalarning ko'rinishi o'sha x va y ga ko'ra moslashganini ko'rishimiz mumkin. Va endi uchinchi misolimizda aynan sinusni olgandik, ya'ni sinusning grafikini yuqorida ko'rsatib o'tdik va o'sha grafikni endi biz scatter funksiyasi orqali chizganimizda ko'rinishini tushunishimiz mumkin. Ya'ni nuqtalar bilan berganligi uchun bu yerdagi qiymatlar nima qildi? Chizmamiz biroz qalinroq chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, uchinchi funksiyamiz, endi bu uchinchi funksiyamiz bizda bar funksiyasi hisoblanadi. Unda ikkita parametr bor, ya'ni x va height degan parametrlar bor. Ya'ni bu nima uchun kerak? Bizda demak sizga qandaydir kategoriyalar berilgan va kategoriyalar asosida siz nima qilmoqchisiz? Aytaylik, o'sha diagramma siz kategoriyalarning o'sishini, kamayishini ko'rsatmoqchisiz. Bu holatda nima qilamiz? Demak, birinchi misolimizda qaraydigan bo'lsak, bizda 3 ta kategoriya berilgan, ya'ni mevalar kategoriyasi berilgan. Burada olma, banan, uzum, anor kabi demak parametrlar berilgan va o'shanga ko'ra demak biz uni diagrammasini hosil qilganmiz. Ya'ni mevalar nomli o'sha biz diagrammasini hosil qilganmiz va ikkinchi demak misolimizga qaraydigan bo'lsak, aynan endi fanlar bor. Fanlarda aytaylik talabalarni bilim darajasini o'sishini baholamoqchimiz. Bu holatda nima qilganmiz? Ya'ni fanlarni, mos fanlarni berganmiz. Kategoriya sifatida matematika, fizika yoki ingliz tili, kimyo degan 4 ta fanni berganmiz va unda demak bitta talabani olgan bahosini sonlar parametr asosida bahosini berganmiz va bu orqali ko'rishimiz mumkinki, talaba qaysi fanni yaxshi o'zlashtiryapti. Bu narsani demak o'sha Pythondagi bar funksiyasi orqali nima qilish mumkin? Tahlil jarayonini amalga oshirish mumkin. Xo'p, endi 4-chi funksiyamizga to'xtaladigan bo'lsak, stem funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiya nima uchun kerak? Bu funksiya sizda demak analiz qilayotgan jarayoningizda, biror bir jarayonni analiz qilayotgan paytingizda o'zbekchasiga demak bu funksiyani gugurt cho'plari deb ataladi. Ya'ni siz hosil qilgan diagrammangiz gugurt cho'piga o'xshaydi va sizda aytaylik diskret signallar bor yoki diskret jarayonlar bor. Diskret jarayonlar bilan ishlayotganingizda siz jarayonni uzilishini yoki tushunishingiz uchun yordam beradigan diagrammani hosil qilib beradi. Demak, birinchi misolimizda oddiy demak x va y parametrlar va unga stem funksiyasini qo'llagan holda demak biz o'sha dastlabki diagrammani hosil qilgan bo'lsak, endi ikkinchi misolimizga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikkinchi misolimizda nima bo'lgan? Ya'ni sinus funksiyasini aytaylik, o'sha stem funksiyasi orqali qanday amalga oshirishni ko'rsatganmiz. Ya'ni stem funksiyasi orqali 0pi, 2pi va oralig'ida, ya'ni 20 ta nuqtada qanaqa qiymat qabul qilayotganini demak stem funksiyasida chizib ko'rsatganmiz
Bu yerdan olib demak aytaylik bizda berilayotgan yuqoridagi funksiyalarni tahlilni amalga oshirib olishingiz mumkin. Xo'p, 4-funksiya, 5-funksiyamiz demak fill between deb ataladi. Bu funksiyamiz demak x, y1 va y2 parametrlarga ega. Bu funksiya nima qilinadi? Ya'ni ikkita chiziq orasidagi demak maydonni nima qilish uchun rangini bilan to'ldirish asosida demak diagrammani hosil qiladi. Ya'ni siz aytaylik ikkita nuqtani beryapsiz, ya'ni y1 va y2 nuqtani beryapsiz va bu oraliqdagi chizmani sizda ranglar orqali to'ldirib hosil qilish uchun ishlatiladi. Demak, bu yerdagi x parametrimiz demak gorizontal o'qdagi qiymat bo'ladigan bo'lsa, y1 parametrimiz bu, ya'ni sizda diagrammangizda pastki nuqtasi va y2 yuqori nuqtasi hisoblanadi. Buni ham demak o'sha aynan sinus funksiyasini diagrammasini chizish orqali ko'rsatganmiz. Bu aynan nimaga sinusga tushuntirilyapti? Ya'ni siz o'sha funksiyalarning farqini tushunishingiz uchun demak sinus funksiyasini nima diagrammasini chizib farqlarini tushuntirib boryapmiz. Xo'p, 6-funksiyamizga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda demak stock plot funksiyasi hisoblanadi. Bunda ikkita parametr bor, ya'ni x va y parametr. Xo'p, bu funksiya nima qilinadi? Bir nechta qiymatni ustma-ust shaklda chizish orqali demak sizda aytaylik diagrammani o'sishini. Aytaylik biz ob-havo o'zgaryapti. Demak, qachondir nima bo'ladi? Harorat ko'tariladi, qachondir namgarchilik bo'ladi. O'sha jarayonni ma'lum bir oraliqda nima qilmoqchimiz? Chizmasini ko'rsatmoqchimiz. Aytaylik bizda bu jarayon qanchadir vaqt oladi. Aytaylik 1 oy, 2 oy, 3 oy vaqtda demak o'sha jarayonni ko'rsatmoqchimiz. Bu yerdagi misolimizda biz demak 3 ta sohani vaqt bo'yicha olganmiz, ya'ni 3 oy bo'ladigan bo'lsa vaqt bo'yicha olganmiz va ularga ya'ni biz parametrlar sifatida o'tkazyapmiz. Ya'ni birinchi yil uchun, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, ya'ni 5 yilda tahlil qilganmiz. 5 yilda demak aytaylik birinchi yo'nalish bo'yicha ob-havo qanday bo'ldi, ikkinchi yo'nalish bo'yicha ob-havo qanday bo'ldi va uchinchi yo'nalish bo'yicha ob-havo qanday bo'ldi. Bu narsani tahlil qilganimizda demak bizda ko'rsatyaptiki, qaysi jarayonda ranglar asosida ko'rsatganmiz, ya'ni ko'k, yashil, qizil qaysi jarayonda demak ob-havo qay darajada o'zgardi. Bu narsani demak tushunib olishimiz mumkin. Xo'p, bu jarayon sizga agar kerak bo'ladigan bo'lsa, yana bir oraliqdagi yillar bo'ladigan bo'lsa, o'sha funksiyamizdan foydalanishingiz mumkin va xo'p, keyingi funksiyamiz demak star funksiyasi, ya'ni funksiyasi hisoblanadi. Bu funksiya nima qilinadi? Aytaylik, chiziqli qiymatingiz bor, ya'ni o'zgarish oralig'i bor. Aytaylik, buni ko'pincha ko'rishimiz mumkin, signallarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni signallar ma'lum bir oraliqda tebranadi, o'sha oraliqdagi jarayonni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni sizda signal bor bo'ladigan bo'lsa, demak bitta tebranish bor, yo'q bo'ladigan bo'lsa boshqa o'chirilgan holati yoki yuqori tebranish bo'lsa yuqori holat, past tebranish bo'lsa past holatni ko'rsatadi. Ya'ni bu signallar uchun ishlatamiz desak ham to'g'ri bo'ladi. Ya'ni yoki bo'lsa filtrlash jarayonlarida buni asosan ikkita parametri bor, x va y parametr. X demak siz boshlang'ich qiymatini berasiz, ya'ni signalni qaysi nuqtadan boshlanganini, va y esa demak qiymatni oshirib borasiz. Vaqtni oshirib borgan natijangizda yoki qiymatni oshirgan natijangizda nima bo'ladi? Jarayon qayerga ketayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, biz misol sifatida ko'rsatganmiz. Demak, bu misolimizda demak bosqichlar asosida tushuntirilgan, ya'ni x va y ga parametr sifatida qiymatlar uzatiladi va bu yerda demak jarayon qaysi nuqtaga boryapti, ya'ni qaysi nuqtada aytaylik siz internet trafigini aytaylik tekshiryapsiz. O'sha internet trafigi qaysi nuqtada yuqori sizga uzatilyapti, qaysi nuqtada past uzatilayotganligini ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, shu bilan ikkinchi darsimiz ham yakunlandi. Keyingi darslarimizda demak Matplotlib kutubxonasini boshqa funksiyalari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz.